Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, tarix faniga qiziquvchi yoshlar. Bugun biz sizlar bilan Qo'qon xonligi tarixi bo'yicha mavzumizni davom ettiramiz. 1845-yil Qo'qon xoni taxtiga Xudoyorxon o'tkazildi. U yosh bo'lganligi uchun amalda mamlakatni qaynotasi Musulmonqul boshqardi. Shu kundan boshlab mamlakatga qipchoqlarning ko'chib kelishi boshlandi. Endi ular asta-sekin mahalliy aholining yer-suvlarini tortib oldi, uylardan haydab chiqardi. Bu esa mahalliy aholi orasida norozilikni keltirib chiqarib, qo'zg'olonni vujudga keltirdi. Bundan xabar topgan Musulmonqul rus qo'mondonligi vakili Vilyamin Zernov bilan uchrashib, maxfiy ravishda til biriktirdi. Bundan xabar topgan Xudoyorxon asta-sekin g'alayonlarni oldini olish uchun Toshkentdan qo'shin chaqirdi va qipchoqlar qirg'inini uyushtirdi. 1852-yil 9-oktyabr kuni butun Qo'qonda qipchoqlarning qirg'ini boshlandi. Musulmonqul qo'lga olinib, qatl etildi. Qolganlarning uy-joylari musodara qilindi. Shu tariqa Qo'qon xonligida qipchoqlar hukmronligiga barham berildi. Shu bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.